Hop, so'rashyaptiki, misol uchun ham o'sha qaysi ko'katlarni iste'mol qilsak yaxshi deyishyapti. Qaysi ko'katlar deganda, ko'katlar degan ko'p odamlar iste'mol qilmaydi buni, to'g'risini aytaman. Hop, bekorga o'sha oldingi paytlarda ham o't somsa bo'lmagan. O't somsa ham o'sha qishdan chiqib kelgandan keyin inson bahoriga ko'klamga kirayotganda modda almashuvi o'zgaradi. Ana shuning uchun o'sha paytda bekorga buvalarimiz bekorga iste'mol qilmagan. Bu deganiki, siz ham hozir mana hozirgi kunlarda eng dolzarb kuzda hamma mevalar pishgan, hamma o'vushlar ham, sabzavotlar chiqqan. Bu sabzavotlardan eng zo'rlar nima bo'ladi? Hech kim mensimasligi mumkin, lekin karomni to'g'ring, qizil sabzini to'g'ring. Yana orasiga hop yana lo'laga ham to'g'ring. Har xil salatlar mana shu eng zo'r kletchatka bo'ladi. Eng zo'r sizga kerakli bo'lgan modda bo'ladi bu. Обязательно go'sht yoki tam ovqat emas. Mana shularni ko'proq iste'mol qiling. Ko'proq no'xat iste'mol qiling, lo'viya iste'mol qiling, qaynatilgan sho'rvalarda, mana shularda har bir sho'rva, suy ovqat borki, hammasida shuni to'g'rab iste'mol qilsangiz, xudo xolisa, sizni tanangiz ham qon quyilishiga yo'l qo'ymaydi, xudo xolisa, tanangiz ichki organlaringiz yosharib boradi. Ichki faoliyatlarni ham yaxshilaydi, xudo xolisa. O'zingizlarning sog'lig'inglar o'zingizlarning qo'lingizda. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.